ota-onangizni toza havoda yashashlariga imkoniyatingiz bor aka. 2 sotixga qurilgan tayyor mana kotej, santexnikalari, elektronikalari hammasi o'tkazib qo'yilgan. Basseynlarigacha xudo xolisa tayyor qilib qo'yilgan. Bu yoqqa ozgina ishlari qolgan. Birinchi liniyada joylashgan. Yo'li bu yoqda mana magazin, serozli mana 3 etajli mana qanaqadir biznesning sentri tushyapti. Qibrayga eng baland markazda turibmiz. Havo bo'yicha chempion ekan bu mahalla. Arzon qo'l tegdi, u yoq qilib qurilmagan aka. Xohlagan ustingiz bilan kelib shu uyimizni tekshirib olishingiz mumkin ekan. Ikkita yonma-yon amakivachchalar qurishgan ekan aka. Bu uyimizni sotilyapti mana korobka holatida. Bu xonadonimizning malarkasi boshlangan ekan. Shuning uchun aka, shu xonadonimizning rasmlarini bu uyni video qilayotganimda ekranga qo'yib yuboraman. Ancha tushunchaga ega bo'ling deb aka. Rovni 2 sotixga qurilgan. Bu yoqda mana hovlimizda basseyn, bu yoqda sanuzol, saunaga mana joylarimiz bor. Xonalarimiz aytganimda o'zlariga qurilgani uchun katta qurilgan. Podvalda o'zida 3 ta katta xona bor. Qorong'i bo'lgani uchun tushib ko'rsatib o'tirmadim. Ommaviy, zamonaviy uslubda qurilgan shu uyimizning egalarining raqami bilan sotiladi aka. Xonalarimiz ko'p, 5-6 ta xonalarimiz bor. Hammasiga kirib ko'rsatib o'tirmadim. Vaqtimiz yetmay qoladi. Yaqin atroflarda shu mahallada juda ham yaxshi serozli insonlar yashashar ekan. Bu yoqlari mahalla orqa tomoni. Hovlimiz ham mana kattagina. Qibray tumani Limonariyadan to'g'ri kelganingizda, yo'q mana Do'rmonga, Chirchuvga chiqib ketaveradigan ko'chaga yetmasdan, shu ko'chaga kirganingizda mana 100 metrdan keyin bizning xonadonimiz joylashgan. Shu videoga bitta like bosib qo'ying. Ota-onasiga toza havodan zo'r uchastka qurib bermoqchi bo'lgan yaqin do'stingizga shu videoni yuborib qo'ying. Alloh sizdan rozi bo'lsin.